O'zbekiston, assalomu alaykum. Bugun dushanba ishga chiqyapman. Iltimos akajonlar, opajonlar, meni bir joylarga borib yugur demanglar. Men ishdan tashqari yuguraman, bekarchi emasman. Ishdan tashqari yugursa bo'lmaydi akalar. Короче, layvos tarqatib qo'yamiz. Bugun dushanba, mana pul yo'qligiga hech kim o'sha bozorga chiqmayapti. Sizlar o'ylaganchalik bekarchi emasman, ishdan tashqari yuguraman. Akalar, opalar, короче, yugurishni ziyoni yo'q. Ishdan tashqari yugurishinglar kerak. Bekarchi gangirvoshlar bir joylarga boradi. Piyoda bir joyga borib, ular padeshga qilyapsizlar. Ular bir tiyinlik foydasi yo'q. Ishdan tashqari yugurishni o'rganish kerak akalar. Ham yugurasizlar, ham sog'lig'ingiz ham ishingiz ketaveradi. Bosamiz gazini kim qayda bo'lishidan qat'iy nazar, ishdan tashqari yuguramiz, semizlikka qarshimiz. Bosamiz O'zbekiston. Hammamiz birmiz. O'zbekiston, assalomu alaykum. Yugurishni trend qilamiz. Xudo xolasa bu yil 10 million bo'lamiz. Buni sababi bo'lsa, 10 million bo'lsa, bizga ko'pchilik ergashadi. Shu sabab xolos. Xudo xolasa reklama olsa, ehson qilamiz dedik. Ehson qiladigan akalar chiqdi. Prosta siz 200 mingta bo'lsangiz, 500 mingta bo'lsangiz deb motivatsiya beryapti menga. Motivatsiya beryapti akalar. Kim yugursa o'zi uchun yuguradi, xudo xolasa. Men ham o'zim uchun yuguryapman, hamma o'zi uchun yugurish kerak akalar. Bosamiz gazini. Padeshga qilayotganlarga Alloh rozi bo'lsin. Qo'shni mahallaga kecha o'tdim akalar. Bitta aka aytayapti. Siz videolaringizni o'g'lim ko'radi. Har kuni yuguraylik. Dada deyapti. Men xursandman. Meni orqamda misol uchun men ham semirib ketganim uchun yugurishni boshladim akalar. Xudo xolasa obunani bosib qo'yamiz. Bu shunchaki motivatsiya bo'ladi bir-birimizga xolos. O'zi obunachi kerak emas, lekin ehson qiladigan akalar 200 mingtadan uch boshlangan 500 mingtaga 50 kilo osh degan akamiz. Bosamiz, padeshga qilamiz. Yugurish trend qilamiz, foydasi bor. Ortiqcha vaznni yo'qotamiz. Xudo xolasa. Qo'shni mahallada aka o'zi yugurishni boshlabdi. O'g'ri ko'rib padeshga qilyapti. Hammamiz birimiz O'zbekiston olg'a gazini bosamiz. Semizlikka qarshimiz. O'zbekiston, xudo xolasa 20 mingta bo'ldik. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Bosamiz gazini. Xudo xolasa 10 million bo'lamiz. Kim nima desa desin, ashbalaganini yesin. Akalar, opalar, xursandman. Короче, meni orqamdan yugurishni boshlaganlarga katta rahmat. Men sababli nechtadir odam ozisa, menga o'xshab dangasalikdan qutulsa, men xursandman. Padeshka uchun katta rahmat. 10 million bo'lamiz. 10 kunda 20 mingtaga erishdikmi? Har yilda 10 million bo'lamiz. Bosamiz gazini. Voy-cha-cha. O'zbekiston, mana shunaqa tepada qo'yib qo'yaman, mana shunaqa fikrlaydigan gangirvosh, itdan tarqagan haromlar bormi? Qayda bor? Har bitta mahallada bor mana shunaqa haromxo'rlar. Ishon, sen ashu odamlarning fikriga quloq solib o'lib ketasan. Bir tiyinlik foydasi yo'q. Ashu odamlarda gapi, sen och qolganingda yoki qorningni osiltirib, kasal bo'lib qolganingda shunday yordam so'rab borsang, bir tiyinlik foyda bermaydi. Mana shunaqa fikrlarchi, ongi pastlarda fikr, tushundingmi? Sendaqa ifloslar mahallada tiqilib yotibdi. Men tupurib qo'yganman mana shunaqa odamlarning fikriga. Har bitta odamning miyasi bor, bila. Sen qanaqa odamsan? Qanaqa odamsan? Odam emassan. Men mana shunaqa odamlarning fikriga tupurib qo'yganman. Har bitta mahallada bor. Bola chaqang nima deydi? Odamlar nima deydi? Bitta gap senlarga. Senlar mana shu yugurmasdan o'tib ket. Odamlarning fikriga quloq solib, bolam nima deydi? Katta bo'lsa nima qiladi? Ishon 10 yildan keyin unaqa fikrlash yo'qoladi. Sendagi odamlarning gapiga tupurib qo'yganman. O'zbekiston.
mayli, biz ishmashi bo'ladi, короче. Laybos tarqatib qo'yamiz, xudo xolasa Rustam Alibarbev xizmatinglarda bekarchilik emas, biz ishmashi bo'ladi. Rustam Alibarbev kelaverasizlar, bosamiz sigir. Uyg'on Instagram, assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi akalar? Podpiskalarni bosib tashlayapsizlar. Katta rahmat hammalarga. Xudo xolasa motivatorlarning gapi nimaga ta'sir qilmasligini ozgina tushuntirib o'taman. Chunki amalda bo'lgan narsa, ular o'tirib gapirib seni yugur yoki bo'lmasa harakat qil desa umuman ta'sir qilmaydi. Amalda bo'lsa gapirish shart emas. Hammamiz gaplarimizni amalda qilsak bo'ldi akalar. Misol uchun bugun bittasi kelib turib chekishdan oldida chekmayman aka desam, chekma, yaxshi qilasan deyapti. O'zim ichib chekmayman, lekin ichib chekadigan odam ichmaydigan, chekmaydigan odamga payantga berishi vobshe g'alati narsa. Akalar, amalda qilamiz, yuguramiz, oziymiz, yotavermaymiz. Biz qorinni yo'qotmasak, qorinimizni yo'qotadi. Bosamiz akalar, hammamiz birimiz. Bosamiz O'zbekiston. Shok Instagram, uxla Instagram, chunki Instagramga maza qilib dam olish uchun, uxlash uchun kirgansan jigar. Nima qilasan? Like bosib, umuman bunaqa videolarga like bosma. Chunki ko'pchilik ko'rishi mumkin. Maza qilib uxla, xohlaganingda yasha, birovning fikriga quloq solma. Maza qil, soat 10 dan keyin ovqat yeb, maza qilib uxla jigar. Eshityapsanmi? Uxla. Chunki bu hayot birata beriladi jigar. Uxla, shunchaki uxla, maza qilib yasha. Bosamiz gazini, uxlash uchun kelganmiz bu dunyoga. Harakat qilma, maqsad qo'yma. Erisha olmasang, boshingni og'ritib yurasan. Shuning uchun maqsad qo'yish bizga yarashmaydi. To'liga maza qilib yasha. Bosamiz gazini. Uyg'on O'zbekiston, assalomu alaykum. Xudo xolasa homiylarimiz ko'payapti. Sizlardan bitta like, bitta podpiska tashlash bo'ladi. Akalar, xullo homiylar juda ko'payib ketdi. Tanajoninglar sog' bo'lsin, ham sog'lom bo'lamiz, ham semizlikka qarshi kurashamiz. Akam Rossiyadan promoga kelgan, bitta ko'rsatib qo'yaman. Aka, hali videoni tashlab qo'yding storiyaga. Rostmi shu narsa, yo'qmi? 100% javob. 100% javob. Qachon bo'lsan, qat'iy nazar 500 mingta bo'lsa, mana shu toldi tagida video olyapman. Asilbek akam bilan akam videoga olgan, men storiya qilib qo'ydim, kirib ko'rasizlar. Mana shu yerda ehson qilamiz. Ehsonni mukofoti ehson, xudo xolasa sizlarda hech narsa ketmaydi. Bitta like, bitta podpiska tashlab qo'yasizlar. Chin yurakdan ehson qiladigan akalar o'zlari chiqishyapti. Ehson qilamiz akalar. Tanajonimiz sog' bo'lsin, yuguramiz. Prosta 30 ga kirmagan bolalar semirib yotibdi-da, qizlar, bolalar. Bosamiz gazini, yugurib trend qilamizda, ham ehson qilamiz. Sizlarda hech narsa ketmaydi. Tekin bitta like bosib, podpiska tashlab qo'yasizlar. Mana shu yerda ehson qilishni boshlaymiz. Qayda bir kam ta'minlanganlar bo'lsa, men o'zim borib o'sha akalar bilan homiylikda xudo xolasa hamma qiynallarga yordam beramiz. Ham semizlikka qarshi kurashamiz. Bosamiz gazini, hunar ham ketaveradi, ham yuguramiz. Akalar, yugurib turib uxlab olmaymiz. Ishdan tashqari yuguramiz. Homiylar chiqyapti aka, xudo xolasa mana buni post qilib qo'yaman. Asilbek akam ham kelar ekan yaqinda. Bu akam Rossiyadan keldi bugun. Bosamiz podeshkada bo'lamiz O'zbekiston, hammamiz birimiz. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Maqsadimiz yaxshilik.